muvofiq yangi bir loyihani yo'lga tushirdikki, endi onlayn tartibda savol javoblarni ham yo'lga qo'yapmiz. Inshaalloh mana bugundan kimlarda savollar bo'lsa, savollarni yo'llasa, inshaalloh savollarga qo'limizdan kelganicha javob berib boramiz. Agar o'sha berilgan savollarga vaqt yetmay qolsa, albatta keyingi uchrashuvlarimizda, keyingi ko'rsatuvlarda albatta savol javoblar berib boriladi. Bilmagan narsani so'rashlik lozim bo'ladi, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda agar siz bilmasangiz zikr ahlidan so'rang degan oyat keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom ham mana shu bilmaganda bilib o'rganishlikka, savol javob qilishlikka o'rgatgan va bu o'ta mas'uliyatli vazifa. Har bir musulmon borki, o'zini bilmagan narsasini bilishlikka harakat qiladi. Va eng muhimi mana shuni o'ziga ishonchli bo'lgan, o'zini mazhabida bo'lgan rasmiy ahli ilmlardan olishligi yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo bizni kamchiliklarimizni o'zi to'ldirsin, nuqsonlarimizni Alloh o'zi kechirsin va siz azizlarga berayotgan javoblarimiz hayotda tatbiq bo'lishlikka Alloh muvofiq qilsin. Assalomu alaykum muftiy hazrat. Bir tanishim zikrni tasbihda emas, barmoq bilan sanash kerak dedi. Haqiqatda zikrlarni aytishda tasbih ishlatish gunohmi? Dinimiz bu haqda nima deydi? Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi. Tasbih masalasida bir narsani bilishlik kerak. Albatta o'zi aslida tasbih deganda biz o'sha bizni hozir qo'limizda foydalanadigan hisoblash uchun o'tkaziladigan tasbih, toshlardan iborat bo'lgan tasbihni tushunishimiz kerakmi yoki umuman tasbih deganda boshqa ma'nomi? O'zi aslida tasbih degani Allohga tasbih aytish degan ma'noda, Allohni poklash ma'nosida. Va bu narsa masalan o'sha zikr qilishlik ma'nosida aytiladi. Allohni zikr qilib eslaysiz, tasbih aytasiz, hamd aytasiz, takbir aytasiz. Bu mana shuni Allohni zikr qilish ma'nosida. Endi qadimdan bizni yurtimizda mana juda katta ulamolarni ham ko'rsanglar, hammasini qo'lida tasbih bo'lgan. Ma'lum bir vazifani aytib, o'shini hisobini chiqarib yurganlar. Hech kim buni ixtilofsiz ishlatib kelgan. Yana yaqinda mana shuni bid'at, bunday qilish harom deydiganlar ham chiqib keldi. Dinda bir amalni bid'at deb yorishlik yoki buni harom deyishlik uchun juda katta dalillar kerak. Avvalo mantiqan yondashish kerak. Shu paytgacha qancha alloma, ustozlar, ulamolar o'tgan bo'lsa, qo'llarida tasbihlari bor edi. Nahotki shuncha ulamo shu harom ishni qilib yurganmidi degan savolni berish kerak aql egasi. Tasbih ishlatishdan man qiladigan bunday dalillar, ya'ni mumkin emas, bid'at, harom degan dalillar yo'q azizlar. Tasbih ishlatish joiz ekaniga kelgan dalillar inkor etib bo'lmas darajada quvvatli. Masalan, Sofiya onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan sahih hadis bor. Aytadilarki, "Daxala alayya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va bayna yadayhi 4000 nawatin usabbihu biha" dedilar. Ya'ni onamiz aytibdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirganlarida meni oldimda 4000 dona danak bor bo'lib, ular bilan tasbih aytardim deyaptilar. Ya'ni o'sha danaklarni sanab shunda tasbih aytar ekanlar. U ayni bizni ipga terib qo'ygan bo'lmasalar ham o'sha joyda qo'llarida, yonlarida 4000 dona danaklari bo'lgan. Bir mevani danagida tasbih aytar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom onamizga kirib aytganlarini aytibdilar. Rasulimiz aytdilarki, sen aytayotgan tasbihdan ko'ra ko'prog'ini o'rgataymi dedilar. Ya'ni savobliroq tasbih aytishni o'rgataymi deyodilar. O'rgating dedim. Shunda u zot Subhanallohi adada xalqihi deb aytkeyin dedilar. Imom Termiziyda kelgan bu hadis. Mazkur hadis tasbih ishlatishni joizligiga dalil bo'ladi. Nimasi bilan joizligiga dalil bo'ladi desangiz, agar o'sha ish yuqoridagi odamlar aytgandek bid'at yoki harom bo'lganida payg'ambarimiz alayhisalom kirib birinchi navbatda shuni qaytarardilar. Nega bu donaklarni qo'yib yubording degan bo'lardilar. Balki aksincha payg'ambarimiz alayhisalom unga yana boshqacha tasbih aytishlikni o'rgatdilar. Bu esa o'sha ishni joizligidan dalolat beradi. Mashhur sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhuning xaltachada tosh yoki danaklari bo'lib,
ular bilan subhanalloh deb tasbih aytar edilar. Toshlar tugab qolsa cho'rilariga berar, cho'ri ularni to'plab xaltachaga solib yana u kishiga qaytarib berar ekanlar. Buni Imom Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Qarang, bir narsani e'tiborga olinglar, eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'ladilar. Mana shu zot ham xaltaga toshlar solib tasbihdaqa foydalanib yurardilar deydilar. Bunday dalillar juda ham ko'p. Agar aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p sahobalardan dalillar bor, ulug'lardan dalillar bor. Ya'ni yuqoridagi hadislardan ko'rinib turibdiki, demak tasbih ishlatish bid'at emas, balki bu fazilat. Yuqorida savol bergandek, agar qo'li bilan tasbih aytaman deyotgan bo'lsa, u ixtiyori, bundan ham qaytarilmaydi. Ammo tasbih ishlatib qo'lida sanab o'tishlikligi, sanog'ini chiqarish ma'nosida uni vazifa qilib aytishligi hech bir dinimizga xilof emas. Vallohu a'lam bisavob. Yana bir savol. Kecha ustaxona ochdim, jonliq so'yib qonini darvozaga surtdim. Bu ishim to'g'rimi? Aslida ish yengil bo'lishi uchun shunday qilish kerakmi? Bismillahi va salatu va salamu ala rasulillahi. Avvalo Alloh taolo sizni ochgan ustaxonangizga o'zi rivoj bersin, baraka bersin. Mana shu joydan topayotgan molingizga Alloh halol rizqingizga barakot bersin. Savol berib to'g'ri qildingiz, lekin bu savolni o'sha ishni qilishdan oldin berilsa yana ham yaxshi bo'lar edi. Chunki musulmon odam bir ishni qilishdan oldin so'rashlik kerak, xatoga yo'l qo'ymaymanmikin deb. Mayli, shunga ham rahmat aytamiz. Siz bu ishingiz bilan bu yerda bir ikkita xatoga yo'l qo'ygansiz. Birinchisi, jonliqni Allohdan boshqaga atab so'yib bo'lmaydi. Ishxonamga atadim, falonchiga atadim, pistonchiga atadim deb bir odamni nomi bilan so'yilish joiz emas. Oyatga muvofiq, bizning aqidaga muvofiq bu harom bo'lib qoladi. Balki aksincha, jonliq so'yilganda bismillahi Allohu akbar, ulug' bo'lgan Allohning nomi bilan jonliqni so'ydim deb niyat qilinadi va bu halol bo'ladi. Ikkinchisi esa yana ikkinchi qilgan xatoyingiz, uni o'sha qonini ustaxonamga surkab qo'ydim deyapsiz. Bu ham yaxshi emas. Bu yerda ham xato bo'lgan. Ya'ni shunday qilsam baraka keladi, shunday qilsam balolar ketadi degan ma'no chiqib qoladi. Holbuki barakani berguvchi ham, balolarni daf qilguvchi ham Robbimiz Alloh taolo hisoblanadi. Bu ishlarni qilishlik ana shu bid'at, bu shar'an harom. Qolaversa, Qur'oni Karimdagi oyatga muvofiq qon aslida najosat hisoblanadi va bu najosatni surkashlik ham o'zi durust emas. Shuning uchun bunday ishlarni qilmaslik kerak. Yaxshisi Alloh uchun deb o'sha jonliqni so'yib, Alloh yo'lida uni kambag'al, yetim yesir, beva bejoralarga tarqatib, ularning duosini olsangiz, yanada ishingiz rivoj bo'ladi, yanada baraka bo'ladi. Vallohu a'lam bisavob. O'tirgan holatda 1-2 daqiqa uxlash tahoratni buzadimi? Bismillahi va salatu va salamu ala rasulillahi. Hanafi mazhabda uxlashlik tahoratni buzadi. Uxlashlik tahoratni buzadi. Lekin o'sha o'tirib uxlashlikda bir necha xil ko'rinishlar bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ba'zilarda tahorat sinsa, ba'zilarda sinmaydi uxlashlikda. Masalan, chortini qurib orqasini qo'yib o'tirib uxlaganda tahorat sinmaydi. Bunaqa holatda tahorat sinmaydi. Masalan, masjidlarga kirib qolganingizda ko'rasizlar, ba'zi bir odamlar chordana qurib o'tirib uxlayotgan bo'ladi. Bunaqa holatda tahorat ketmaydi. Endi mabodo o'sha o'tirganda engishib, yiqilib tushib, o'sha yiqilgan holatda biroz qolib ketib, keyin uyg'onsa, unda tahorat singan hisoblanadi. Demak, qisqa qilib aytsak, 1-2 daqiqalik o'tirib uxlash agar yiqilib uxlab qolmasa tahoratni buzmaydi. Vallohu a'lam bisavob. Navbatdagi savol, Muftiy Hazrat. Savol shundan iboratki, ijtimoiy tarmoqlarda xorijdagi ayrim kishilar O'zbekistondan hijrat qilish kerak, chunki u yerda shariatga amal qilishga sharoit yo'q deyshadi. Shu to'g'rimi? Bismillahi va salatu va salamu ala rasulillahi. Hijrat masalasi bu bugungi kunda butun dunyoda butun mo'min musulmonlarni ichida ko'tarilayotgan savollardan bittasi. Ba'zan aytadi, bizlarni hijrat haqida gapirmaysizlar, hijrat haqida haqiqatni yashirasizlar degan da'volarda ham qiladi. Yo'q, aslo azizlar. Hijrat so'zi arabcha hajara so'zidan olingan bo'lib, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish degan ma'noni beradi. Hijrat
payg'ambarimiz alayhissalom davrida 2 marta bo'lgan. Birinchisi demak Habashistonga hijrat qilganlar, ikkinchisida esa bu haqiqiy katta hijrat bo'lgan. Bu demak Makkadan Madinaga hijrat qilishlik. Nima uchun hijrat qilingan? Payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida mana shu birinchi hijratni oladigan bo'lsak, Habashistonga, hozirgi Efiopiyaga hijrat qilingan. Unda ma'lum bir sahobalarga, hammasiga emas, ma'lum birlariga zulmlar kuchayib ketgan. Ularga o'lim xavfi tug'ilgan. Juda qiyin ahvolda qolgan. Ularga azoblar berilgan. Yolg'iz Allohga ibodat qilishlik, yolg'iz Alloh va rasuliga iymon keltirganligi uchun mana shunaqa azoblar bo'lganda payg'ambarimiz alayhissalom ularni bu zulmlardan saqlash maqsadida bir oz Habashistonga borib yashab turishlikka, ya'ni ko'chib ketishlikka ruxsat berganlar va mana shu birinchi hijrat bo'lgan. Sahobalar Habashistonga borganlar va bu yerda o'zlarining jonini saqlab qolganlar. Endi 622 milodiy sanaga kelganda katta hijrat bo'ldi. Bu demak endi ommatan musulmonlarga zulm kuchaydi. Avval ba'zi bir toifalarga bo'lsa, endi ommatan, hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga ham zulmlar qilish, u zotni jonlariga qasd qilishlikka harakatlar boshlandi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam va sahobalar Makkadan Madinaga ko'chib ketishlikka qaror qildilar. Bu esa Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. Ammo ulamolar aytadiki, hijratni 2 turga bo'ladilar. Ular aytadi, bittasi mana shu haqiqiy hijrat, ya'ni yurtni tashlab ketishlikni ham hijrat deydilar. Yana ba'zi birlari esa gunohlarni tark etishlarni ham hijrat deydilar. Abu Usmon Mujoshih ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, Makka fathidan keyin hijrat yo'q dedilar. Mazkur hadis o'zidan oldin kelgan hijrat haqidagi hadislarni bekor qiluvchi ekaniga ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom keyinchalik Makka fath bo'lganlardan keyin Makkaga kelganlarida mana shu hadisni aytganlar. Ya'ni Makka fath bo'lgandan keyin endi hijrat yo'q deganlar. Bu nima degani? Demak, Makka fathidan keyin hijrat qilishlikka hech qanday sabab qolmadi. Va mana shu hadis, mana aytib o'tganimdek, o'zidan avvalgilarda nasx qiluvchi degani, o'zidan avval mana shu hadis aytilgunga qadar hijrat haqida nimaiki gaplar gapirilgan bo'lsa, maqtovlar, bu keyingi oxirgi hadis bilan uni hukmi bekor bo'ldi. Nosix va mansux degan qoidalar bor. Ya'ni ba'zi hadislar o'zidan avvalgini hukmini bekor qiladi. Lekin bu hadis yo'qolib ketmaydi, yozilgan. Mana o'sha sahih kitoblarni olib qarasak, hadislar to'plamini qarasangiz, hijrat haqida ko'p narsa yozilgan bo'ladi. Ba'zi birlar shundan foydalanib yoshlarimizga o'sha hadislarni ko'rsatyaptilar. Mana ko'ringlar deyapti. Mana payg'ambarimiz alayhisalom hijrat haqida gapirgan gaplari bor deyapti. Uni o'qib turib yoshlar aytayaptiki, ha, demak hijrat bor ekan, mana sahih hadis turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytilgan. Bu hadislarni hech kim inkor qilmaydi. Bu haq. Ammo lekin qoidada o'sha eng oxirgi payg'ambarimiz alayhissalom Makka fath bo'lgandan keyin hijrat to'xtadi endi degan gaplari bilan undan oldingi hamma aytilgan hadislarning hukmi bekor bo'ldi. Hadis saqlanib qoldi, lekin hukmi bekor bo'ldi. Ana shundan keyin musulmonlar endi Makkaga kelganda avvalgi hijrat haqidagi gaplarni eshitib, qanday biz ham hijrat qilsak, qanday qilsak hijrat savobini olamiz deganlarda payg'ambarimiz alayhisalom endi Makka fath bo'ldi. Ya'ni endi Makka tinch joyga aylandi. Hijrat qilishlikka hech qanaqa sabab yo'q dedilarda, endi ikkinchi tavsiyani berdilar. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu degan hadisni aytdilar. Ya'ni haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uni qo'lidan, tilidan o'zgalarga ozor bermagan kishi bo'lsa, bu haqiqiy musulmon dedi. Endi Alloh taolo man etgan narsalardan qaytgan kishi esa Alloh yo'lida hijrat qilgan kishidir dedilar. Bu Imom Buxoriyda rivoyat qilindi. Ko'chib ketishlik hijrati yo'q, ammo gunohlardan tiyilish hijrati bor. Payg'ambarimiz alayhisalom shu gapni gapirdilar. Endi hijrat yo'q, lekin endi gunohlardan hijrat bor. O'sha
gunoh ishlardan, yomon ishlardan o'zini aytaylik saqlashligi mana shu hijratni savobini oladi. Shuning uchun bugungi kunga kelib hijrat haqida ko'pchilik foydalanib, aytaylik o'sha soxta da'vatchilar yoshlarni oilasidan, vatanidan judo qilib, kelinglar bu yoqqa hijrat qilinglar deyotganlarga biz mantiqan savol beryapmiz. Birodarlar, hijratdan ko'zlangan maqsad notinch joydan, joniga qasd bo'layotgan joydan, e'tiqodiga qiyinchilik bo'lgan joydan boshqa yurtga borishlik. U yurtda esa tinchlik, osoyishtalik bo'ladigan yurt ekan. Demak, Madina shunday bo'lgan. Hijratdan ko'zlangan maqsad shu. Endi hozir hijrat qilinglar deyotganda mantiqiga hech tushunmayapmiz. Yurtimiz tinch, ibodat erkinligi bor. Namozlar o'qiyapmiz, ro'zalar tutyapmiz, haj umralarga boryapmiz, hayit namozlarini o'qiyapmiz. Mana bunday savol-javoblar qilish imkoniyati bor. Masjidlarimizda ibodatlar bo'lyapti. Hamma e'tiqod qiluvchi narsalarimiz mavjud bo'lib turibdi. Jonimizga qasd bo'lmayapti. Tinch yurtda yashayapmiz. Endi hijrat qilishlik uchun mana shu narsalar bo'lmasligi kerak edi. Shunda tinch joyga ketish kerak edi. Bular nima qilyapti? Mana shunday tinch yurtdan notinch bo'lgan yurtga ketyapti. Hijratni tarixidagi mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun aslida hijratni ikkinchi turiga mahkam e'tibor berishimiz kerak. Gunohlardan hijrat qilishimiz kerak. Alloh man qilgan gunohlardan hijrat qilishni o'rganishimiz kerak. Vallohu a'lam bisavob. Keyingi savol, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan najot topuvchi toifa kim deb so'rashganida men va sahobalarim yo'lida bo'lganlar degan ekanlar. Shundan kelib chiqib, ahli sunna val jamoani hadisda nazarda tutilgan yo'l desam bo'ladimi? Bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi. Sahobalar to'g'ri yo'lda bo'lishgan shubhasiz haq gap. Ularning hidoyatda bo'lganlariga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari guvohlik berganlar. Sahobalar haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo radhiyallohu anhum va radu anhu deb marhamat qilgan. Sahobalardan Alloh rozi bo'ldi, ular ham rozi bo'ldi. Shuning uchun sahobalarda haqida gapirganimizda radhiyallohu anhu yoki radhiyallohu anhum deb aytamiz. Ya'ni undan yoki ulardan Alloh rozi bo'ldi deb aytamiz. Shuning uchun sahobalarning to'g'ri yo'lda bo'lganliklari hech bir shubhasiz to'g'ri gap. Ammo 3-hijriy yilda va 4-asrlarga kelib islom ummati parokanda bo'lib, firqachilik va tarafkashlik avj olgan bir paytga to'g'ri keldi. Bunda musulmonlarni sahobalarning yo'llariga birlashtirgan imomlar paydo bo'lishlik ehtiyoji bo'ldi. Ya'ni o'sha paytga kelganda musulmonlar bo'linib ketdi. Har xil yo'nalishlar chiqib ketdi. O'sha Mu'tazilalar, Xavorijlar, Qadariyalar va hokazolar chiqib ketdi. Ana o'sha davrda ham yurtimiz Imom Maturidiy hazratlari yoki Imom Ash'ari hazratlari bular chiqib mana shu ummatni birlashtirdi. Shuning uchun ham mana shu ikki imomdan keyingi ulamolar haqli ravishda Abu Mansur Maturidiyni Imomul Huda deb ataydilar. Butun ulamolar Imom Maturidiy hazratlariga mana shu taxallusni berganlar. Imomul Huda, ya'ni hidoyat imomi. Imomi Ash'ari rahmatullohi alayhi esa Nasiruddin degan laqab bilan ataganlar. Ya'ni dinga nusrat beruvchi, dinga yordam beruvchi deb ataganlar. Mana shu ikki buyuk imomning aqidaviy qarashlari 1000 yildan ortiq davr mobaynida musulmonlarni o'zaro yakdil aqidada birlashtirib kelmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz 1000 yillardan avval ko'tarilgan muammolarni mana shu ikki buyuk olim yo'qotdi. Odamlarni birlashtirdi. Endi agar hozirga kelib Imom Maturidiy noto'g'ri yo'lda, Imom Ash'ariyning yo'li xato degan da'volarni qilayotganlar yana 1000 yil orqaga qaytib yana shu fitnani qo'zg'ayotgan bo'ladi. Ular bizga haq yo'lni ko'rsatib berdilar. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, qaysi sahobaning yo'li, qaysi sahobaning yo'li emas, qaysinisi sunnatga muvofiq, qaysinisi sunnatga muvofiq emas, hammasini ko'rsatib berganlar bular. Shuning uchun shunaqa taxallus bergan. Birlariga Imomul Huda, bittasiga Nasiruddin, dinni yordamchisi degan taxalluslarni bergan bo'lsalar, endi hozirga kelib 1000 yil o'tgandan keyin bularning yo'li xato deyuvchilar chiqyapti. Alloh ularni hidoyat qilsin.
va shuning uchun turli oqimlar kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida turli rivoyatlar bir-birini izohlab to'ldirib keladi. Hozir mana savolda zikr qilingan hadisda esa quyidagi rivoyat keltiriladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, inna bani Isroil iftaraqat ala 71 firqatan deydi. Ya'ni aytadilarki, bani Isroil qavmi 71 firqaga bo'linib ketdi, tafriqa bo'lib ketdi. Mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Kullaha finnar, uning hammasi do'zaxdadir, illa vahida, magaram bittasi to'g'ri yo'lda do'zaxda emas. Vahiyal jamoa, mana bu jamoa ahli sunna val jamoadir. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, bani Isroil qavmi 71 firqaga bo'linib ketgan bo'lsa, mening ummatim 72 firqaga bo'linadi. O'shalardan bittasidan boshqasi do'zaxiy deyaptilar. Ya'ni o'sha do'zaxiy bo'lmagani, to'g'ri yo'lda bo'lgani ahli sunna val jamoa yo'nalishidagi musulmonlar hisoblanadi. Boshqa bir rivoyatda esa payg'ambarimiz aytgan ekanlarki, albatta bani Isroil 71 firqaga bo'linib ketgan, bu ummatlar ulardan bir firqa ko'p bo'ladi. Ya'ni ularning hammasi do'zaxiydir deganlar. Faqat Savodul Azam bundan mustasno deyilgan hadislari ham bor. Bu Imom Tabaroniy rivoyatida keladi. Ibn Hajar Haysamiy sahih isnodida aytganlar. O'sha Savodul Azam kalimasi ham ulkan jamoat degan ma'noni bildiradi. Ulkan jamoat demak bu o'sha najot topuvchi jamoat, bu ayni ahli sunna val jamoa e'tiqodidagilardir. Endi o'rinli savol tug'iladi. Islom tarixida milliardlab musulmonlarni o'zida birlashtirgan, jamlagan eng katta jamoa qaysi edi? Mu'tazilami, Jahmiymi, Qadariyami yoki paydo bo'lganiga hech qancha vaqt bo'lmagan, hozirdan o'zaro ixtiloflarni boshlab yuborgan soxta salafiylarmi? Yo'q. Islom ummatini hozirga qadar jamlab kelgan eng katta jamoa aynan Maturidiylar va Ash'ariylar hisoblanadi. Bu islom tarixidan barcha uchun ma'lum bo'lgan va inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Shuning uchun ham aqoid ilmini mashhur olimlardan bo'lgan Imom Hasan ibn Abi Azaba Ravzatul Bahiyya degan kitoblarda aytadilarki, ahli sunna val jamoaning asosi ikki yirik olimga borib taqaladi. Birlari Imom Abul Hasan Ash'ari bo'lsa, ikkinchilari Imom Abu Mansur Maturidiydir dedilar. Mana shu ikki imomdan qaysi biriga ergashgan kishi aqidasidagi fasoddan, adashishdan salomat bo'lib, hidoyat topgan bo'ladi. Demak, yuqorida savol beruvchi musulmon birodarimizning savollariga javobimiz mana shu. Ya'ni haqiqatda ham firqalar bo'linib ketadi va ularning ichida eng to'g'ri yo'ldagisi ahli sunna val jamoaning ikkita buyuk imomini aqidalar yo'llarida bo'lganlar to'g'ri yo'ldagi odamlar hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Va yana bir savol. Ba'zilar Qur'on tilovat qilishning savobi marhumlarga yetib bormaydi. Bu ish bid'at. Faqat duo qilish mumkin demoqda. Shariatimizda bu haqda nima deydi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Juda qiziqki, mana shu savollar ham keyingi paytda paydo bo'ldi. Ming yillardan beri kelgan an'ana, xalqimizda, yurtimizdagi urf, o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qish, o'tganlarda haqqiga ihson qilish haqida hech kim bizga qadar qancha olim, qancha ulamo o'tgan bo'lsa, hech bu haqida ko'tarilmagan masala, afsuski mana shu keyingi paytlarda paydo bo'ldi va eng qizig'i na o'zida diniy ilmi bor, na bir fiqh ilmini o'rgangan, hech qanaqa ilm o'qimagan odamlar shu kimlargadir ergashib, hatto mana shu ishlarni ham bid'atga chiqarayotgan, bu ishni ham shariatga muvofiq emas deyotganlar bor. Endi shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Bugun ochiq aytaylik. Imom Abu Hanifa, Imom Ahmad rahmatullohi alayhimolar aytadilarki, kitoblarimizda Qur'on tilovati kabi badaniy ibodatlarning savobi dunyodan o'tganlarga yetadi deganlar.
Maliki va Shofiy mazhabini keyingi asr ulamolari ham shu so'zni ixtiyor qilishgan. Hanafiy mazhabining zabardast ulamolaridan Imom Abu Ja'far Tahoviy o'zlarining kitoblarida aytadilarki, tiriklarning duo va sadaqalardan o'lganlarga manfaat bordir deganlar. Aqidatut Tahoviy kitobida shuni gaplarni keltiradi. Zamondosh olimlarimizdan Dr. Said Abdullatif Fuda aytadilar, mazkur jumlaga sharh berib aytadilarki, Ibnul Hoj Madhal kitobida shu haqida keltiradi. Kim qiroati hech xilofsiz, ya'ni mayitga yetishini xohlasa, shu ishni Alloh qiroatimning savobini falonchiga yetkazgin deb duoga aylantirsin degan ekanlar. Yurtimizda urf bo'lgan marosimlarda ham xuddi mana shunday yo'l tutiladi va bu amal shar'an joiz hisoblanadi. Sahih Buxoriyga sharh yozgan Hanafiy allomalardan Badriddin Ayni kitobida keltiriladi. O'sha jumla bor, ya'ni Imom Abu Davud Ma'qal ibn Yasor radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'liklaringizga Yosin surasini o'qing dedilar. Bu hadisni Imom Nasoiy va Imom Ibn Mojah ham rivoyat qilgan. Qolaversa ushbu rivoyat mayit yonida o'qilgan Qur'ondan manfaat olishga dalolat qiladi va mayit Qur'on qiroatidan manfaat ko'rmaydi deganlarga qarshi hujjat bo'ladi deydi. Bu o'sha Umdatul Qori kitobida keltirgan. Demak, o'tganlarning haqqiga Qur'on o'qib duo qilishlikni mana bu yuqoridagi ulamolar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan hujjat keltirib, bizni urfimizda ularning haqlariga duo qilishlik aytiladi. Albatta dasturxon boshida Qur'on tilovatini qilish shart, qilmasa bo'lmaydi degan gap noto'g'ri. Lekin biz unda e'tiqod qilmaymizda, balki shu ishni joiz va mandub deymiz, ya'ni odob sanaymiz. Gohida dasturxon boshida qiroatni tark qilib, faqat duo bilan ham kifoyalanish joiz bo'ladi. Albatta dasturxonda Qur'on o'qilish kerak degan gaplari yo'q. Ammo lekin kimdir Qur'on o'qib, o'sha Qur'ondagi beriladigan Qur'on tilovati uchun beriladigan savobni o'tgan marhumlarga bag'ishlasa, bu shar'an joiz. Boshqa amallarda ham shunday bor. O'zi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir sahoba kelib, "Men onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi?" deganlarda, "Ha" deganlar. Mana haj badal qiladi-ku. Qarang, mana shu o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qib bag'ishlash mumkin emas, ularga savobi bormaydi deb da'vo qilayotganlarda o'zlarini ham aksarlari haj badal qiladilar. Haj badal bu demak bu ham bitta ibodat. U ibodatini o'sha odamning nomidan qilib savobini bag'ishlayapti. Xuddi shuningdek Qur'on tilovat qilishlik ham bir ibodat. Agar uni xolis Alloh uchun qilsa va uni savobini o'tganlarga bag'ishlasa, albatta manfaat bo'ladi. Abdurrahmon ibn Alo ibn Lajlajdan u kishi esa otasidan rivoyat qilingan hadis bor. Aytadilarki, "Ya bunayya, o'g'ilcham, agar vafot etsam, meni lahadga qo'ygin. Lahadimga qo'yib bo'lgach, bismillahi va ala millati rasulillahi deb ustimga tuproq tortgin. Keyin bosh tomonimda Baqara surasini avvali va oxirini o'qigin. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shunday deganlarini eshitganman" deydilar. Bu Imom Tabaroniyda rivoyat keladi. Shuningdek Ibn Mojah payg'ambarimiz alayhisalom o'tganlari haqqiga Fotiha surasini o'qishni buyurganlarini ham rivoyat qiladi. Ya'ni bunday hadislar juda ham ko'p. Agar hadis ilmiga qaraladigan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qib duo qilishlik haqida juda ham ko'p gaplarni gapirganlar. Demak, bu narsani bid'at deyotganlar hech qanday bir asossiz ma'lum bir odamlarda fikrlardan kelib chiqib aytayaptilar. Vallohu a'lam bisavob.